qiziq. Hayotimda minglab insonlar uchradi, ko'pchiligining ismi ham yodimda yo'q. Lekin nega ekan yillar chang bosgan xotiralar ichidan sening kulging hali ham eshitiladi. Na va'da bergandik, na sevgi izhor qilgandik. Sen shunchaki sinfdosh eding, lekin negadir eng uzoq qolgan xotira ham sen bo'lding. Vaqt ham g'alati ekan, kecha yoningda o'tirgan inson bir kun kelib xotiraga aylanar ekan. Biz esa o'sha lahzalarning oxirgi ekanini bilmay kulib yurarkanmiz. Ey sinfdosh qiz, seni sog'inmayman, lekin o'sha davrni sog'inaman. Seni izlamayman, lekin seni eslatadigan kunlarni izlayman. Chunki sen bir insondan ko'ra butun bir davrning timsoli bo'lib qolgansan. Bugun ko'chada uchratib qolsam balki, bir zum tanimay ham qolarman. Lekin o'sha maktab yo'lagidagi qizni yuragim hali ham eslaydi. Oradan yillar o'tdi, biz ham o'zgardik, faqat bir narsa o'zgarmadi: beg'ubor xotiralarning qadri. Sinfdosh qiz, balki bu sevgi emasdi, balki bu sog'inch ham emasdi. Bu shunchaki ortga qaytmaydigan vaqtning o'g'riga. Va sen o'sha vaqtning eng go'zal sahifasi bo'lib qolgansan.